Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Biz bugun proporsiya mavzusini sizlar bilan birgalikda ko'rib o'tamiz. Agar siz hali ham teskari proporsiya bilan to'g'ri proporsiya farqiga bormasangiz, masalalar kelganda, masalan, teskari proporsiyada masala kelyapti, siz uni to'g'riga qo'yib ishlash kerakmi yoki teskariga? Hali ham o'shalarni farqlay olmasangiz yoki proporsiya nimaligini bilmasangiz, bu dars aynan siz uchun ekan. Ketdik. Ta'rif: ikki nisbatning tengligiga proporsiya deyiladi. Slaydni o'zim taxlaganman. Chetki xatlar ko'paytmasi, o'rta xatlar ko'paytmasiga teng deb qarang. Ikkita nisbatning tengligiga proporsiya deyiladi. Sizga A bo'lingan B teng, D bo'lingan C nisbat kelyapti. Bu ikkala nisbat teng. Nisbat nima deysiz? Masalan, 3 ni 6 ga nisbatini top desa, nisbat bo'lish degani aslida qo'pol qilib aytsa yoki nima deydi, tushunarli qilib aytsak. 3 ni 6 ga nisbatini top desam, sizga nima qilasiz? 3 ni 6 ga bo'lib qo'yasiz. Ya'ni nisbati deyaptim, bo'lib qo'yasiz. 1/2 bo'ladi. Nisbat shu ikkita nisbatning tengligiga, ya'ni o'sha ikkita bir-biriga bo'linayotgan nisbatlarimizning tengligiga proporsiya deyilar ekan. Chetki xatlar ko'paytmasi, o'rta xatlar ko'paytmasiga teng. O'sha nisbatlardagi o'rta xatlarni bir-biriga ko'paytirasiz, chetki xatlarni ham bir-biriga ko'paytirasiz. O'sha ikkita nisbatimiz nimalari o'rta xatlar va chetki xatlarni ko'paytirganingiz bir-biriga teng ekan. O'sha ikkita nisbatning o'zlarini tengligi proporsiya deyilar ekan. Proporsiyani yechishda endi qo'llaniladigan o'sha usulimiz bu. Xo'p, keyin men sizga misol ko'rsataman. Masalan, bizga qanday misol kelish mumkin? Masalan, 5/x teng. Xo'p, 10/20 deyapti. Sizga mana bu yerdan x ni top deyapti. Yoki mana bu shaklda keladi. 5 bo'lingan x teng 10 bo'lingan 20. Nima qilasiz? Chetki xatlar ko'paytmasi, o'rta xatlar ko'paytmasiga teng. Mana ikkita o'rtadagi xat, ikkita chetdagi xat. Yoki mana bu ikkalasi nima deysiz? Proporsiya deysiz mana. Qaychi usul deyiladi. Hozir masala holatini ham ko'rib o'tamiz. 10x teng bo'ladi 100 ga. 10x ga ko'paytirdim 5 ni 20 ga. X teng bo'lyapti 10 ga. Endi tushunishimiz kerak bo'lgan asosiy narsa to'g'ri va teskari proporsionallik. O'shani farqlab olishimiz kerak. Shunda proporsiyada bizda muammo bo'lmaydi. To'g'ri proporsiya nima? Qancha ko'p olma olsang deyapti, shuncha ko'p pul to'laysan. Biroqsi ikkinchisi ham ortadi. To'g'ri proporsiya shu. Siz bir nima qilyapsiz, bu yoqda yana bir nima birgalikda ortyapti, parallel ketyapti. Bittasi ortsa, bittasi kamayib ketayotgani yo'q. Qancha ko'p olma olsang, shuncha ko'p pul to'laysan deyapti. Mana shuni to'g'ri proporsiya bo'ladi deyapti. Ishchilar soni ko'paysa, ish bitish vaqti kamayadi. Biri ortsa, ikkinchisi kamayadi. Mantiqan o'ylab ko'ring. Ishchilarning sonini ko'paytiryapsiz. Ishini bitishi tezlashadimi yoki ishchi soni ko'paygani sari vaqt ham ko'payadimi aslo? Ishchini ko'paytiryapsizmi, vaqt kamayadi. Ular tezroq birgalikda eplashadi bu ishni. Bu teskari proporsiya deyilar ekan. Qarang mana, to'g'ri proporsiyaga misollar. 3 ta muzqaymoq 15 ming so'm turadi. Qarang, endi misol bilan nima deydi? Masala bilan o'rganamiz. 3 ta muzqaymoq 15 ming so'm turar ekan. 5 ta shunday muzqaymoq necha pul turadi? 5 taga x deysiz. Endi qaychi usuli proporsiya, ya'ni qaychi usuli deng xohlasangiz, yana nimadirlar deyiladi. Menga qulay qaychi usul. Xo'p, 3x teng 75 mingga. Qaychi usul? 3x teng 75 mingga. X teng bo'ladi 25 mingga. Demak, 3 ta muzqaymoq 15 ming so'm tursa, 5 ta muzqaymoq 25 ming turar ekan. Oddiy oson misol. Endi qarang, mashina 100 km yo'lga 8 litr benzin sarflaydi. 300 km yo'lga qancha sarflaydi? 300 km ga x deymiz. 100x teng bo'ladi 2400 ga. Qaychi usuli mana? X teng bo'ladi 24 ga. Qarang. Endi e'tibor bering. 3 ta muzqaymoq 15 ming turadi, 5 ta shunday muzqaymoq necha pul turadi? Muzqaymoqni ko'p sotib olganingiz sari siz to'laydigan pul ham shuncha ortadi. Bu to'g'ri proporsiya. Mashina 100 km yo'lga 8 litr sarflaydi. 300 km yo'lga necha litr benzin kerak? Ya'ni nima bo'lyapti? Qarang. 100 km 300 ga nima bo'lyapti? Ko'payyapti. Ya'ni 100 300 ga aylanyapti. Demak, unga sarflaydigan benzin ham ko'payadi. Bu to'g'ri proporsiya edi. Endi teskari haqida gaplashamiz. Qancha ko'p odam bo'lsa, har biriga shuncha kam tegadi. Qarang, bitta quti konfetni ikkita bolaga bo'lib bersak, har biriga 10 tadan tegadi. Bitta quti konfet, o'sha ichi to'la konfet ekan mana. O'sha konfetni ikkita bolaga teng bo'lib bersangiz, har biriga 10 tadan tegar ekan. Agar shu konfetlarni 4 ta bolaga bersak, har biriga nechtadan tegadi? E'tibor bering. Ikkita bolaga bersangiz 10 tadan tegyapti. Har bittasi 10 ta konfet olyapti. Agar shu konfetlarni 4 ta bolaga bo'lib bersangiz,
ular yana ham ko'p olmaydi-ku. Qutidagi konfetimiz o'zi ikkita bolaga bo'lib berganda bo'lib turibdi 20 ta ekan. 20 ta konfetingiz ikkita bolaga bersiz 10 ta tegyapti. 4 ta bolaga bersiz kamayadi, 5 ta 5 tadan bo'lib qoladi. Ya'ni ikkita bolaga 10 tadan tegyapti ekan, 4 ta bolaga demak nima bo'ladi? Bo'lib qolmaydi masalan. Hozir ko'rsataman. Ikkita bolaga 10 tadan tegyapti, 4 ta bolaga x deb 2x teng 40 deb, mana 2x teng 40, x teng 20. Ya'ni ikkita bola 10 tadan olsa, 4 ta bola 20 tadan oladi deya olmaysiz. Bu ошибка xato bo'lib ketadi. Teskari proporsiyada qanday yechiladi unda ustoz desiz, hozir ko'rsataman, qarang. Xo'p, ikkita bolaga 10 tadan tegyapti, 4 ta bolaga x. Bunda ham xuddi shunaqa qilib qaychi usulida qilib yozsangiz bo'ladi, lekin ozroq boshqacha bo'ladi. Endi nima qilasiz? Mana bu ikkalasini bir-biriga ko'paytirib, bunga bo'lib qo'yasiz. X teng bo'ladi 2 kara 10 taqsim 4 ga. 2 kara 10 taqsim 4 ga. X teng 5. Ya'ni ikkita bola 10 tadan olyaptimi, 4 ta bola 5 tadan oladi. U qarang, bolalar soni ko'payyapti, ular yeydigan narsa kamayyapti. Chunki yeydigan narsa o'zi bitta aniq o'zgarmas u. Uni biz ikkita bola berganda 10 tadan beramizmi? 4 ta bola berganda ular har biri oladigan ulushi kamayadi. Mana buni teskari proporsiya der ekanmiz. Ya'ni bittasi ortsa ikkinchisi ham ortib ketmayapti. Namorat bittasi ortyaptimi, ikkinchisi kamayib ketyapti. Keyingisi, velosipedchi 10 km taqsim soat tezlik bilan boribdi, manzilga 2 soatda yetibdi. Agar u 20 km taqsim soat tezlik bilan tezroq yursa, necha soatda yetib boradi? Qarang, velosipedchi 10 km taqsim soat tezlik bilan manzilga 2 soatda yetar ekan. Xo'p, tushunarli, 2 soatda yetdi. Agar u 20 km taqsim soat tezlik bilan yursa, necha soatda yetib boradi? Qarang, siz 10 km tezlik bilan yursa 2 soatda yetib boradi deyapsiz. 20 bo'lyapti, uni tezligi oshyapti. Tezligi oshsa, vaqti ham oshib ketmaydi-ku. Undan bir tezroq yuryaptimi? Yuradigan vaqti kamayadi. Ya'ni siz buni 10x teng deb qaychi usuliga qo'yib, 40 x teng 4 deb 10 km taqsim soat tezlik bilan 2 soatda yetib boradi. 20 bilan yursa 4 soatda yetib boradi deya olmaysiz. Bo'lmaydi bu. Xato bo'lib qoladi. Buni biz qaychi usulga qo'yamiz. Endi aytasiz, ustoz deysiz, biz qayerdan bilamiz, to'g'ri bo'ladimi, teskari bo'ladimi deysiz. Siz masalani mazmunini tushuning. U hayotiga olib qarasa bo'ladi mana. 10 km taqsim soat bilan 2 soatda yetyaptimi? U tezroq yursa, demak kamroq vaqt sarflaydi. Demak bu teskari proporsiya ekan deb anglab olishingiz mumkin. 10 km taqsim soat bilan 2 soatda yurdi, 20 bilan qanchada yuradi? Buni nima qilamiz? Qaychiga usulga emas, nargisiga qo'yamiz. 12 ga ko'paytirasiz. 20 ga bo'lasiz. 10 bo'ldi. Ya'ni velosipedchi 10 tezlik bilan 2 soatda yursa, 20 tezlik bilan 1 soatda yurar ekan. 1 soatda. U tezligi oshyapti. Tezligi oshgandan keyin u tezroq yurgandan keyin yuradigan vaqti kamayyapti. Nima deydi? 10 km taqsim soat bilan ketyapti. 20 qilib oldi. 10 da 2 soatda yetardi. 20 bo'lgandan keyin tezligi oshgandan keyin uni 2 soatda yuradigan vaqti 1 soatga tushib qolyapti. Qiziqarli savol deb tasavvur qiling. Endi bu kulminatsion. Bitta kiyim quyoshda 1 soatda quriydi, 5 ta kiyim necha soatda quriydi debdi. Kommentariyada yozib qolgan. Bitta kiyim quyoshda 1 soatda qursa, 5 ta kiyim necha soatda quriydi? Sizga savol. Keyingi qarang. Osh tayyorlash retsepti. 1 kilogramm guruchda 1,2 litr suv kerak. Agar biz 3 kilogramm guruchdan osh dumalamoqchi bo'lsak, damlamoqchi bo'lsak, qancha suv qo'yishimiz kerak? 1 kilometr guruchga qarang. 1,2 litr suv kerak ekan. 3 kilogramm guruch osh damlamoqchi bo'lsak, qancha suv qo'yishimiz kerak? Mantiq, endi buni ishlashimiz shart emas hozir. Oshning mazasi qochmasligi uchun proporsiya nisbat buzilmasligi kerak. Ya'ni 1 kilogramm guruchga 1,2 litr sarflayapsizmi? 3 kilogramm guruch uchun nima qilasiz? Suvni oshirasiz. Guruch oshyaptimi, suv ham oshadi. Mana bu nima deyiladi? To'g'ri proporsiya deyiladi. Keyingisi, 5 ta usta bitta devorni 4 kunda urib bitkazadi. Agar ishni 2 kunda bitirish kerak bo'lsa, nechta usta kerak bo'ladi? 5 ta ustangiz, qarang, 5 ta ustangiz 4 kunda urib bitkazadi. 2 kunda bitirish kerak bo'lsa deyapti. 2 kunda bitirish uchun qarang, 4 kuningiz 2 kunga tushyapti. 4 kuningizni siz 2 kunga qisqartiryapsiz. Endi bu degani ustani sonini ham qisqartiraman degani emas-ku. Ular tezroq bo'lishi kerakmi? Demak, bizga ko'proq usta kerak. Kunni qisqartirdingizmi, ustani ko'paytirasiz. Kun kamayyapti, usta ko'payyapti. Mana bunisi teskari proporsiya deyiladi. O'zingiz uchun ishlab qo'ying. Teskari proporsiya. To'g'ri proporsiya yana misol. 92-benzinning 1 litri 10 ming so'm bo'lsa, 60 litr bankni to'ldirish uchun qancha pul ketadi? 1 litr 10 ming bo'lsa, 60 litr bankda. Litr oshyaptimi, pulingiz ham ko'proq ketadi.
Bu to'g'ri proporsiya. Teskarisiga qarang. Cho'ntagingizda 500 ming so'm pul bor. Agar benzin narxi 10 ming so'm bo'lsa, 50 litr olasiz. Agar narx 12.500 so'mga chiqsa, benzin miqdori kamayadimi debdi. Qarang, cho'ntagingizda 500 ming so'm pul bor edi. Benzinning narxi 10 ming ekan. Cho'ntagingizda 500 ming pul bor, benzin narxi 10 ming ekan, 50 litr olasiz. Agar narx 12.500 ga chiqsa deyapti, qarang. Ya'ni narxni ko'taryapti bu. Narx ko'targandan keyin siz kamroq olasizmi, benzin miqdori kamayadimi deyapti. Albatta benzin miqdori kamayadi. Chunki narxni bu yerda ko'taryapti, siz oladigan narsa ham ko'tarilib qolmaydi. Narx ko'tarildimi, siz unga oldingiga nisbatan kamroq olasiz. Kamroq narsa xarid qila olasiz. Mana buni teskari proporsiya deb atar ekanmiz. Xo'p, bular bizga tegishli joyi yo'q. Tenglamadan kelgan, qarang endi. Do'konni xarid deyapti mana. 4 kilogramm shakar 48 ming so'm turadi. 7 kilogramm shakar necha pul turadi? Nima qilasiz? To'g'ri proporsiya qilasiz. 4 kilogrammga 48 ming ekan. 7 kilogrammga x deysiz. 4x deng, 48 mingni 7 ga ko'paytirasiz, x ni topib qo'yasiz. Hammasi shunaqa. Videoni to'xtatasiz, o'zingiz uchun ishlab ko'rasiz. Mana. Endi qarang. Qurilish ustalari haqida. 6 ta usta bir uyni 20 kunda qurib bitkazadi. Agar ustalar soni 8 ta bo'lsa, uyni necha kunda qurib bitkazadi? Mana 6 ta usta bitta uyni 20 kunda qurib bitkazdi. Agar usta soni 8 ta bo'lsa, o'zingiz o'ylab ko'ring. Ustani soni ko'payyapti. Usta soni ko'payayotganidan keyin ularning ish miqdori nima bo'ladi? Yaxshilanadi. 20 kunda bitta uyni qurib bitkazganmidi, endi ular kamroq kunda bir qurib bitkazadi. Ya'ni 6 ta usta 20 kunda qurib bitkazardi, 8 ta usta x. Naborot qilamiz mana, teskari qilamiz. 6 ni 20 ga ko'paytirib 8 ga bo'lasiz. Ya'ni qaychi usuli to'g'ri kelmaydi bizga bu yerda. 6 ni 20 ga ko'paytirib 8 ga bo'lasiz. 120 8 ga bo'lsak. Xo'p, 120 taqsim 8 bitta 45 mana 15 bo'ldi. Ya'ni 6 ta usta nima qilyapti? 20 kunda qurib bitkazyapti. Endi 8 ta usta necha kunda bitkazadi? 15 kunda bitkazadi. Usta soni ko'payyapti, kun kamayyapti. Ikkalasi parallel bir xil, bittasi ko'paysa, bunisi ham ko'payib ketmayapti. Mana bunaqa ikkalasi ham to'g'ri ko'payib ketsa, to'g'ri proporsiya bo'lardi. Bittasi o'syapti, bittasi kamayyapti. Bunisi nima bo'ladi? Teskari proporsiya bo'ladi. Xo'p, qarang. Hayvonlar ozuqasi va tezlik haqida bo'yam gaplashdik. Endi bunisiga o'taylik. Fermada 50 ta qo'y uchun 30 kunga yetadigan yem bor. Agar qo'ylar soni 75 taga yetsa, mavjud yem necha kunga yetadi? 50 ta qo'y uchun 30 kunga yetadigan yem bor edi. 50 ta qo'y uchun 30 kunga yetadigan yem bor edi. Agar qo'ylar 75 taga yetsa, mavjud yem necha kunga yetadi? Qarang. 50 ta qo'y 30 kunda yetgan narsa, 70 qo'ylaringiz 75 ta bo'lib qolsa, o'shani nima bo'ladimi? Kun ko'payadimi? Ya'ni qo'yingiz ko'paygan sari ularni yeyish vaqti ham ko'payadimi? Aslo. Qo'y ko'paygandan keyin o'sha ma'lum bir yemni ular nima qiladi? Tezroq yeydi. Ya'ni ularning yeydigan kuni kamayadi. Tezroq yeb qo'yadi. 50 ta qo'y, mana ko'rsatib o'tay birdan. 50 ta qo'yingiz 30 kunda yeyotganda, buningiz endi 75 ta qo'yingiz x bo'lsa, 70 kara 75 ta 30 ga ko'paytirib 50 ga bo'la olmaysiz. Nima bo'ladi endi? 50 ta 30 ga ko'paytirib 75 ga bo'lasiz. Teskari proporsiya usulidan foydalanasiz va kamroq kun chiqadi. Bittasi ortsa, bittasi kamayadi. 50 ta qo'y 30 kunda yotgandimi? Qo'ylaringiz 75 ta bo'lib ko'paydimi? Endi yeydigan yemi nima bo'ladi? Kuni kamayadi. Aytaylik 25 kunda yeyishi mumkin. 20 kunda yeyishi mumkin. 50 ta qo'y 75 ta bo'lganimi? Endi yeydigan kuni kamayadi. Ular tezroq yeydi. Hovuzni to'ldirishga doir qarang. Hovuzga o'rnatilgan 4 ta bir xil jo'mrak 6 soatda to'ldirildi. Jo'mraklar 3 ta bo'lsa, hovuz necha soatda to'ladi? 4 ta bir xil jo'mragingiz 6 soatda to'ldirayotganda, jo'mraklar 3 ta bo'lsa, necha kunda? Qarang. Xo'p, 4 ta bir xil jo'mragingiz 6 soatda to'ldiryapti. Agar ular 3 ta bo'lsa, hovuz necha soatda? Bu kamaygandan keyin qarang, 4 ta bir xil jo'mrak edi, 3 ta bo'lib qolyapti. 4 ta jo'mrak bo'lsa 6 soatda to'ldirardi. Endi xo'p, 3 ta bir xil jo'mrak bo'lsa, necha soatda to'ldiradi? Bu ham teskari proporsiya. X tengiz 4 ta 6 ga ko'paytirasiz, 24. 24 ni 3 ga bo'lasiz, 8. Xo'p, mana. 24 ni 3 ga bo'lamiz, 8. Ya'ni 4 ta bir xil jo'mrak 6 soatda to'ldirayotdi. Endi jo'mrak soni kamaydi. Ular astalashadi. 6 soatda emas, 8 soatda to'ldiradi. Xo'p, bo'ldi. Qarang. Videoni pauza qilasiz. Mana bu yerda 5 ta masala to'g'ri proporsiyaga doir, mana bu yerda teskari proporsiyaga doir. O'zingiz qaytadan ishlab chiqasiz. Saviyali yaxshi misollar sizning nima miyangizni charxlaydi. Xo'p, mana bu masalamizni o'rtada tenglamalarga e'tibor bermang, qo'shilib qo'yinglar. Mana bu masalani kommentariyada yozib qoldirasiz. Darsimizni shu joyda yakunlaymiz. Xo'p, obuna bo'lish, shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz tashakkur deymiz.